Farg'onada yangi Impala restorani o'z faoliyatini boshladi. Bu atmosferani yorib yuborish lekin Impala restoranida 150 xildan ortiq Yevropa, Turkiya va milliy taomlari bor ekan. Ushbu restoran 3 qavatdan iborat bo'lib, birinchi, ikkinchi qavatlarda bemalol oilaviy do'stlar bilan maza qilib o'tirsalar ham bo'ladi. Nozik didli mijozlar uchun bu yerda alohida VIP kabinalari ham bor ekan. Menga eng yoqqan tomonlardan biri bu yerdagi barcha gullar hammasi tabiiy ekan. Bu yerda oddiy menyulardan voz kechib, mana bunaqangi planshetga barcha menyuni kiritib qo'yishdim. Misol uchun sizni pitsa yegingiz kelsa yoki shashlik yegingiz kelsa, mana bunday qilib buyurtmoqsiz bo'ladi. Qolaversa, juma va shanba kunlari restoranda jonli ijroda qo'shiqlar aytishar ekan. Impala restoranida shirinliklarni yaxshi ko'radiganlar uchun turli xil shirinliklar va bundan tashqari ichimlik va kokteyllar ham bor. Farg'onada yangi ochilgan Impala restoranida barchalarni kutamiz. Bu yerga kim bilan kelishni xohlasangiz, o'sha odamga bu videoni jo'natib qo'ying. Manzil Farg'ona shahar Sanasaroydan o'tganda birinchi sonli poliklinikani ro'parasida. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bu videoni barcha farg'onaliklarga jo'natib qo'yinglar. Ketdi.